Sizga o'xshagan irodali odam bilan har qanday ish qilsa bo'ladi. Irodali odamlar ishoning O'zbekistonda juda kam. Bizning irodamiz nimaga bilasizmi? Insonni cho'ntagida 1 so'm puli yo'q, otib kelsa kreditni oladi-da, lekin 300 millionga to'y qilishga bizning irodamiz bor. Bor bizning irodamiz. U har bitta 300 kishilik to'yni har bitta stoliga $200 dan pul to'lab qilishga bizning irodamiz bor. Lekin ozginagina harakat qilib grijamizni to'g'rilab yuborishga o'ta lattaga aylanib olamiz-da. O'sha joyda biz boqimandalik yo'q qolamiz, o'sha joyda biz lattalik yo'q qolamiz. Bu eshitayotgan odamlar xafa bo'lmasin, bizning aslimiz shu. Biz shumiz shu. Biz shular qatorida men ham borman aslida o'zim. Tashqaridan ko'rgan odam xuddi shunaqa ko'radi biz. Boyagi gap. Ba'zi joylarda o'sha 10 ming, ayniqsa shu 12-13-yillarda juda urf bo'ldi. Boya Gentra bilan Lacetti, Gentra bilan Nexia kelgan defitsit bo'lgan paytidagi janjallar, mashina uchun odamlar mashinani uyini zaliga olib kirib, mashinani unga shu darajada tavallo ko'rsatishdi-da, lekin o'zini oyog'i chirib yotdi hali. To'g'risida bu bizmiz, bu biz bilan prosta o'zimizga oyna tutyapmiz. Oynaga qarab turibmiz, biz shumiz shu-da.